insof kerakdir odamga. Endi o'zi to'q bo'lsa hammani to'q deb o'ylash kerak emas bu. O'zida bor bo'lsa hammada bor deb o'ylash kerak emas bu. Bu bor degani emas, to'q degani emas bu. Qozonida yillab go'sht qaynamayotganlar bor-ku. Mana bu non boring 3000 so'm. 3000 so'm puli bor odam bitta non olayotgani yo'q. 3000 so'mga ikkita buxonka olyapti. Nega? Uni sharoiti shuni ko'taradi xolos. Undan buni ko'tara olmaydi. Bir imom do'stimiz aytadi, yaqinda bir 3-4 oy bo'ldi shu do'stimiz. Qarang, yig'lab gapiryapti, ustoz deyapti. Bir ayol keldi. Domla, shu paytgacha birovdan bir so'm bir narsa, bir burda non so'ramaganman. So'rash niyatim ham yo'q edi. Suyakdan o'tib ketdi-yu endi, domla. Oilam bilan bitta buxonkani 5 kun yeymiz deyapti deydi. Bitta, voy, yeb ko'ring bitta buxonkani, yeb ko'ring. Necha kun yeymiz? Shunaqa oilalar bor-ku. Deputat chiqyapti. O'tiribdi. O'zbekiston Respublikasida kambag'allikka uchragan oilalar topilmadi deydi. Voy, ko'r ko'zingni ochsan, sal chatga chiq, atrofga aylan, bundoq mahallalarga kir. Yetimlar, boquvchisini yo'qotganlar, muhtojlar qancha?